Samarqand shahrimizda Pazarg'on tumanidagi qurilishlarimiz. Devorlarning ichki qismi. Yeni blogimiz Samarqand shahrida hozir 60 ga 30, balandligi 20. 7000 so'mdan berilyapti. O'rtacha bir kunda teradigan olib 100 ta, 150 tagacha, eng kam 70-80 ta teryapti. Kunlik daromad, ya'ni bo'lgandan, ishni bo'lgandan ob'ekt topshirganda birda pul beryapti. Ishni bo'lmay turib ham avans ham beryapti. Bu yerda hech qanaqa puldan muammo yo'q. Xudoga shukr, hammasi yaxshi. Mana bu yoqda ham qurilishlar bor. To'rtta kak Rossiyani bir turi bo'ldi. Ishlasang pul berar edi, hozir puldan muammo yo'q. Ichkarida pishirishlarimiz bor, sanitariya bo'layotgan joylari bor, telayotgan joylari bor. Ana shu yerdan mana shu yerlarda bo'ladi. Materiallar.